Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz obunachilar bormisiz, omonmisiz? Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida turibmiz. Bu yerda biz sizlarga hozir umraga qayerdan qanday boriladi va shart-sharoitlari qanaqa barchasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Buning uchun siz like, podpiska bosib umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying azizlar. Biz video syomkamizni boshladik. Azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka mukarramada bo'linadi azizlar. Gastnitsalarimiz 4 yulduzli gastnitsalar. Oraliq masofalari Madinada 250-300 metr, Makkada esa 800-900 metrni tashkil qiladi azizlar. Bundan tashqari Makkada piyoda borsangiz ham bo'ladi hamda avtobuslarda borsangiz ham bo'ladi bemalol azizlar. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi azizlar. Bundan tashqari sayohatlarimiz, ziyoratlarimiz ham bor azizlar. Madinada esa Qiblatayim, Uhud tog'i, xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ravzalariga ziyoratlar ham bor azizlar. Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzdalifa hamda qo'shimchasiga bonus qilib Qizil dengiz sayohati ham bor azizlar. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, biz bilan bog'laning, o'zingizni qiziqtirayotgan savollarga javob olishingiz mumkin azizlar. Undan tashqari reyslarimiz azizlar hozirgi kunda 21-28 Toshkent Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor hamda 22-29 iyulga esa Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Bemalol ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, shaxsan o'zim qo'ng'iroqlaringizga javob beraman azizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.